3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar. Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalda qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlar. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Alloh yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiylanib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Alloh yo'lida fido qilishlik. Nima uchun ular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat pesha deyishlari uchun qilgan eding, niyatingni bilardim. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deyishsin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoyil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan, va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qori degan nom bilan yurding, sur jahannamga bording. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan. Alloh taolo uni ham niyatiga yetkazdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga deydi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar.